Qalay, qo'yib bergan vinilimiz yoqdimi sizga? Doktor, men oqroq xohladim. Bizga kirishgan rang maqsadi bu. Sizda ham shunday bo'lganmi? Ya'ni siz vinil uchun rang tanlagansiz, lekin tishingizga o'rnatilgandan keyin esa u ranglar umuman boshqacha tusga kirib qolgan. Bu muammo faqatgina laboratoriya xatosi emas, balki eng muhim narsa, ya'ni tishlarning rangi, tabiiy rangi qanday rangda bo'ladi? Vinillar o'sha tishlaringizga qanday rangdagi sementga qotiriladi va eng muhimi, vinillarning o'zini qalinligi qancha bo'ladi? Mana shu muammolar hal qilinsa-gina siz xohlagan va siz boshida tanlagan vinil rangi tabiiy va go'zal bo'lib chiqishi mumkin. Agar siz go'zal, tabiiy, lekin eng muhimi funksional bo'lgan vinil qo'ydirmoqchi bo'lsangiz yoki qachonlardir vinil qo'ydirgansiz lekin sizga estetik jihati yoqmayotgan bo'lsa, unda men sizga o'zimni professional vinil xizmatlarimni taklif qilaman. Kamina Farhod Usmonov 10 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan estetik vrach stomatologman. Hozirgacha 100 dan ortiq bemorlarimizga tabassumlarini aynan vinillar orqali go'zal qilib berganmiz. Agar sizga ham vaqtingizni, pulingizni tejaydigan va eng muhimi odamlar orasida o'zingizga bo'lgan ishonchni oshiradigan, tabiiy, go'zal va eng muhimi funksional, ya'ni ishlaydigan vinil xizmatlari kerak bo'lsa, konsultatsiyaga yoziling.